Demak, 21-masaladan boshlab davom qildiramiz. Tinch holatdan 0,1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan, demak, A teng 0,1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan to'g'ri chiziqda tekis o'zgaruvchan harakat qilayotgan jism 6 sekundda qanday masofani bosib o'tadi? Demak, tinch holatdan bo'lgani uchun, demak, boshlang'ich tezligi 0 bo'ladi. Vaqt 6 sekund. Masofa so'ralmoqda. Demak, S teng V0t plus AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Boshlang'ich tezlik 0 bo'lgani uchun S teng AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, A 0,1, T 6 ning kvadrati 36 taqsim 2. Teng 36 bilan 2 qisqarsa 18, 18 ni 0,1 ga ko'paytirsak 1,8 metr bo'ladi. Javob. 22-masala. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakatlana boshlagan jism harakat vaqtini oxirgi 4dan 1 qismida 70 metr masofani bosib o'tdi. Butun harakat davomida jismning yo'lini aniqlang. Demak, tinch holatdan bo'lgani uchun boshlang'ich tezligi 0 bo'ladi. Vaqtning oxirgi 4dan 1 qismida, masalan, shu yerni olsak, 4dan 1 qismi degani T taqsim 4. Ya'ni 4dan 1 qismida vaqtni 70 metr masofa. Ya'ni mana shu yer 70 metr masofa bo'ladi. Butun harakat davomidagi jismning masofa, ya'ni butun harakat davomidagi, ya'ni mana shu yerdan oxirgacha bo'lgan masofa so'ralmoqda, ya'ni S masofa. Qanday topsak bo'ladi? Bu yerda T taqsim 4 bo'lsa, umumiy vaqt T bo'lsa, bu tarafi 3T taqsim 4 bo'ladi. Endi ikkala holatda ham tezlanishlari bir xil bo'lgani uchun tezlanishlarni tenglasak bo'ladi. Umumiy holat uchun yozadigan bo'lsak, demak, S teng AT kvadrat taqsim 2 formulasini yozsak, bu yerdan A ni topsak, A teng 2S taqsim T kvadrat bo'ladi. Endi S masofa nimaga teng? S masofa mana bu yerdagi qandaydir x tab olsak, ya'ni x masofaga 70 metr masofani qo'shganimiz S masofaga teng bo'ladi. Demak, A teng 2 ko'paygan S ni o'rniga x plus 70 taqsim T kvadrat. Endi o'zi S umumiy masofani topish uchun x ga qo'shamiz, 70 ni qo'shishimiz kerak. Bu uchun bizga dastlab x kerak bo'ladi. Demak, keyingi istalgan mana bu holat uchun, masalan, mana bu holat uchun tenglamani yozib oladigan bo'lsak, A teng 2 ko'paygan endi x bo'ladi. X taqsim T kvadratning o'rniga, mana T ning o'rniga 3T taqsim 4 qo'yamiz. Ya'ni 3T taqsim 4 ning kvadrati bo'ladi. Demak, 2x taqsim 9T kvadrat taqsim 4 ning kvadrati 16, 16 yuqoriga chiqadi. Demak, 16. 32x taqsim 9T kvadrat. Endi ikkita tezlanishni bir-birisiga tenglasak bo'ladi. 2 to'g'ri qavsni ochsak, 2x plus 140 taqsim T kvadrat teng mana bu ifoda 32x taqsim 9T kvadrat. T kvadratlar qisqarsa, endi proporsiya qilsak, 2x plus 140 ko'paytiramiz 9 teng 32x. Qavsni olsak, 18x plus 140 ko'paytiruv 9 teng 32x. 140 ko'paytiruv 9 teng 30x dan 18x ni minus qilsak, 14
x bo'ladi. Demak, x ni topsak, 140 ko'paytiruv 9 ni 14 ga bo'lamiz. 140 bilan 14 qisqarsa yuqorida 10. 10 ni 9 ga bo'lsak 90 metr chiqadi. Ya'ni mana bu yerdagi masofa x 90 metr. Endi bizdan s so'ralgan edi. Demak, s'imiz x plus 70 ga teng. Demak, s teng x ni o'rniga 90 plus 70 teng 160 metr bo'ladi. 22-masalada demak 160 A javobda turibdi. 23-masala. Boshlang'ich tezligi v0 bo'lgan tekis teglanuvchi harakatlanuvchi jism t vaqt o'tgandan keyin to'xtab qoldi. Bu vaqt ichida jismning ko'chish moduli qanday ifoda bilan aniqlanadi? Demak, v0 tezlik bor va vaqt bor. Qandaydir, ya'ni t vaqtdan keyin uni oxirgi tezlik, ya'ni to'xtagan bo'lsa, demak, oxirgi tezligi 0 bo'ladi. Shunda ko'chishni ifodasi so'ralmoqda. Demak, ko'chishni topish uchun s teng v plus v0 taqsim 2 ko'paytiruv t bo'ladi. Endi bu yerda v teng 0 bo'lgani uchun v0 taqsim 2 ni t ga ko'paytirsak, v0 t taqsim 2 bo'ladi. Javob. 24. Tinch holatdan to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchi harakat qilayotgan jismning oniy tezligi qanday ifoda bilan aniqlanadi? Demak, oniy tezligi tinch holatdan, ya'ni v0 teng 0 teng 0. Oniy tezlik. Endi s teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2a formuladan foydalansak, demak, v0 teng 0 bo'lsa, s teng v kvadrat taqsim 2a bo'ladi. Demak, s teng v kvadrat taqsim 2a. Bu yerdan v ni topsak, v teng ildiz ostida 2as bo'ladi. Javob. 25-masala. Tinch holatdan harakatlana boshlagan jismning biror masofani bosib o'tishga sarflagan vaqt qanday ifodalanadi? Demak, s ko'chish, a tezlanish berilgan. Tinch holatdan, ya'ni s teng v0 t plus a t kvadrat taqsim 2 bo'lsa, demak, s bilan a bor, t ni topishimiz kerak. Demak, tinch holatdan bo'lsa v0, ya'ni bu ifoda, ya'ni bu yer 0 bo'ladi. Shuning uchun s teng a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, vaqtni topsak, shu yerdan t teng ildiz ostida 2s taqsim a bo'ladi. Javob. Keyingi masala 26-masala. Jism tinch holatdan boshlab s yo'lini t vaqtda bosib o'tdi. Jismning tezlanishi qaysi ifoda bilan aniqlanadi? Ya'ni mana shu formulada endi tezlanish so'ralmoqda. Bu yerdan tezlanishni topsak, a teng 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. Javob. 27. Tinch holatdan to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanayotgan jismning ko'chishi qanday ifodalanadi? Demak, v jismning oxirgi tezligi t vaqt. Tinch holat. Demak, s teng v t taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni s teng v plus v0 taqsim 2 ko'paytiruv t dan tinch holat bo'lgani uchun v0 teng 0 bo'lsa, demak, s teng v t taqsim 2 bo'ladi.
E javob. 28 27 mayli bu. İkisi bir xilmi? Ha, yo'q. 28 da endi tezlanish bilan oxirgi tezlik berilgan, ya'ni tinch holatdan. Demak, v0 teng 0 bo'lsa, ko'chish so'ralgan. Demak, s teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2a degan formuladan foydalansak, demak, v0imiz 0 bo'lsa, s teng v kvadrat taqsim 2a bo'ladi. Yigirma sakkiz S javob. 29 tekis tezlanuvchan harakatlanuvchi jismning 5-sekundida t1 teng 5-sekundida bosib o'tgan masofasi 2-sekundida t2 teng 2-sekundida bosib o'tgan masofasidan necha marta ortiq v0 teng 0. Demak, S1 ning S2 ga nisbati so'ralmoqda. N-sekund, ya'ni 5-sekundda degani uchun Sn ning formulasini tushadi. Demak, S1 teng v0 plus a taqsim 2 2t1 minus 1. S2 teng v0 plus a taqsim 2 2t2 minus 1 bo'ladi. Demak, boshlang'ich tezliksiz bo'lgani uchun v0 lar qisqarib ketadi. Demak, S1 teng a taqsim 2 2t1 minus 1 S2 teng a taqsim 2 2t2 minus 1 bo'ladi. Endi nisbat olsak, S1 taqsim S2 2t1 a taqsim 2 lar qisqarsa 2t1 minus 1 2t2 minus 1 bo'ladi. Demak, 2 ko'paytiruv t1 5 sekund minus 1. 2 ko'paytiruv t2 2 sekund minus 1. Demak, S1 taqsim S2 teng 2 5 10. 10 dan 1 ni ayirsak 9. Mahrajda 2 2 4. 4 dan 1 ni ayirsak 3. Demak, javob 3 bo'ladi. 29 da A javob. Demak, 30-masala. To'g'ri chiziqli harakatdagi jism tezligini vaqtga bog'liqlik tezlik tenglamasi berilgan ekan. Demak, v teng 10 plus 3t. Ko'rinishda jismni dastlabki 2 sekundda ko'chishi, demak, t teng 2 sekund vaqtdagi ko'chish so'ralmoqda. Demak, tezlanuvchan harakat, demak, tezlanishning oldinda plus ishorasi turibdi. Demak, s teng v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi v teng v0 plus at dan foydalansak, demak, v0 ni o'rnida a turibdi. Demak, v0, ya'ni boshlang'ich tezlik 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Ya'ni t ni oldinda turgani tezlanish bo'ladi. Demak, a teng 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi ko'chishning tenglamasini olib kelib qo'ysak, demak, v0imiz 10 ko'paytiramiz, vaqtimiz 2 sekund plus a 3 ko'paytiruv t ning kvadrati, ya'ni 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Taqsim 2. 4 bilan 2 qisqarsa bu yerda 2 qoladi. Demak, 10 ni 2 ga ko'paytirsak 20 plus 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6. 26 metr bo'ladi. 30-masalada E javob. Keyingi masala 31-masala. Jism tezligini vaqtga bog'liqligi, demak, v teng 8 plus 5t. Ko'rinishda uning dastlabki 4 sekundda bosib o'tgan yo'li. Demak, t teng 4 sekundda bosib o'tgan yo'lini aniqlang. Demak, s so'ralgan.
Yana xuddi shu 30-masalaga o'xshash. Demak, bu yerda boshlang'ich tezlik v0imiz 8 metr taqsim sekund bo'ladi. Tezlanishimiz esa 5 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Ya'ni mana bu tezlanish bo'ladi. S ni topsak, S teng v0 plus a kvadrat taqsim 2 teng v0 8 ko'paytiramiz vaqt 4 plus a 5 ko'paytiramiz 4 ning kvadrati 16 taqsim 2 16 bilan 2 qisqarsa bu yerda 8. Demak 8 4 32 plus 5 8 40. 40 ga 32 ni qo'shsak, demak 72 metr bo'ladi. 31-masalaning javobi 72 metr, ya'ni D javob bo'ladi. 32-masala. Jismning tezligi. Bu ham xuddi shu usulda ishlanadi, ya'ni buni ishlab o'tirishimiz shart emas. To'g'ri 33-masalaga o'tamiz. Demak, 33-masala. To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatdagi jism tezligini oniy qiymati qanday ifoda bilan aniqlanadi? Demak, v0 berilgan. v0 bu yerda boshlang'ich tezlik, a tezlanish, s bu ko'chish bo'ladi. Demak, s teng v kvadrat minus v0 kvadrat taqsim 2a. Bu yerdan v ni topsak, proporsiya 2a s teng v kvadrat minus v0 kvadrat bo'ladi. Demak, v kvadrat teng 2a s plus v0 kvadrat bo'ladi. Demak, v teng ildiz ostida v0 kvadrat plus 2a s bo'ladi. D javobda turibdi. 34-masala. A va B jismlar tinch holatdan to'g'ri chiziqli harakatga keladi va ular O nuqtaga bir xil vaqtda yetib keladi. Jismlarning tezlanish modullari o'rtasidagi qaysi munosabat to'g'ri? Demak, ikkita jism, ya'ni bittasi A nuqtadan, ikkinchisi B nuqtadan O nuqtaga qarab harakat boshlagan. Ikkalasi teng vaqtda yetib kelgan, ya'ni bu ham t vaqtda, bu ham qandaydir t vaqtda yetib kelgan. Shunday bo'lsa, buning, ya'ni A nuqtada joylashgan jismning tezlanishi bilan mana bu A B nuqtadan harakat boshlagan jismning tezlanishlarini qanday munosabatda bo'ladi deb so'ralmoqda. Demak, boshlang'ich tezliksiz, ya'ni tinch holatdan bo'lgani uchun S S1 teng, ya'ni A jismni bosib o'tgan masofasi teng A jismning tezlanishi t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni s teng a kvadrat taqsim 2. Buniki ham sb teng a b ning ko'paygan t kvadrat taqsim 2. Ikkalasida ham t ning o'zi bo'ladi. Nimaga desa, ikkalasi ham bir xil, ya'ni t vaqtda yetib kelgan. Endi bu yerda SA nimaga teng? Yana buni koordinatasi -8 edi. Demak, u O nuqtaga, ya'ni koordinata 0 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan bo'lsa, demak 8 metr masofani bosgan bo'ladi. Demak, SA bu yerda 8 bo'ladi. Teng A ko'paytirgan t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi bunda SB, ya'ni koordinatasi 4 bo'lgan nuqtadan 0 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan. Demak, bu 4 metr masofani bosgan. Demak, 4 teng AB t kvadrat taqsim 2. Endi ikkalasini nisbat olsak, ya'ni shu yerga ishlaymiz. Mana bu ikki tenglamani dastlab proporsiya qilamiz. Demak, 8 ni 2 ga ko'paytirsak, demak 16 teng a t kvadrat. Bunda 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 teng a b t kvadrat. Endi bir-biriga bo'lsak, 16 ni 8 ga bo'lsak, demak 2 teng a t kvadrat taqsim a b t
t kvadrat bo'ladi. Demak, t kvadratlar qisqarsa, keyin proporsiya qilsak 2ab teng a bo'ladi. Ya'ni A nuqtadan harakat boshlagan jismning tezlanishi B nuqtadan harakat boshlagan jismning tezlanishidan 2 marta katta bo'ladi. A javobda turibdi. 35-masala. Ok miltiqdan, demak, V1 teng 280 metr taqsim sekund tezlikda otilib chiqadi. O'qning stvol o'rtasidagi tezligini aniqlang. Ya'ni V2 so'ralmoqda. V2. Demak, bu yerda ildiz osti 2 teng 1/4 deb olindi berilgan ekan. Yarmida degani uchun, demak, S1 teng S bo'lsa, S2 teng S taqsim 2 bo'ladi. Bu yerda tezlanishlar teng bo'ladi. Demak, S1 teng A yo'q. Demak, tezlik bo'lgani uchun V kvadrat taqsim 2A degan formuladan foydalanamiz. Ya'ni V1 kvadrat taqsim 2A, endi S2 teng V2 kvadrat taqsim 2A bo'ladi. Endi S1imiz S ga teng, S teng V1 kvadrat taqsim 2A. S2 ning o'rnina S taqsim 2 qo'ysak, demak S taqsim 2 teng V2 kvadrat taqsim 2A bo'ladi. Endi bir-birisiga nisbat olib bersak, ya'ni buni bunga bo'lsak, 2 teng V1 kvadrat 2A la qisqarsa, V1 kvadrat taqsim V2 kvadrat bo'ladi. Ikkalasidan ildiz olsak, bu tarafda ildiz osti 2 teng V1 taqsim V2 bo'ladi. Bu yerdan V2 ni topsak, V1 taqsim ildiz osti 2. Demak, V1imiz 280 taqsim ildiz osti 2imiz 1/4 ga teng. Bu yerda demak 200, ya'ni buni bunga bo'lsak 200 bo'ladi. 200 metr taqsim sekund bo'ladi. S javob. O'ttiz oltinchi masala. Jism tezligining vaqtga bog'liqligi V teng V0 plus 4t ko'rinishga ega. Jismni dastlabki 10 sekundda, demak t teng 10 sekundda 350 metr masofani bosib o'tdi. Demak, S teng 350 metr masofani bosib o'tdi. Uning boshlang'ich tezligini toping. Ya'ni boshlang'ich tezlik so'ralmoqda. Boshlang'ich tezlik. Jism tezligining vaqtga bog'liqligi ko'rinishga ega. Jismni dastlabki 10 sekundda demak, S teng V plus V0 taqsim 2 ko'paytiruv t desak, demak S ning o'rniga 350 teng V ning o'rniga V0 plus 4t. 4t taqsim 2 ko'paytiruv t. Demak, 350 teng V0 plus 4 ko'paytiruv t ning o'rniga 10 taqsim 2 ko'paytiruv bu yerda yana 10. 10 bilan 2 qisqarsa bu yerda 5. 350 teng V0 plus 40 ko'paytiruv 5. Demak, 350 bilan 5 qisqarsa
70 teng V0 plus 40. V0 teng 30 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, qayerdadir xatolashdik. Bu masalani hozir ko'rib ishlaymiz. Bu yerda xatolik bo'ldi. Demak, bu formuladan hisoblanmaydi ekan, chunki bizga bu yerda tezlanish berilgan. Ya'ni mana bu t ni oldida turgan 4 bu tezlanish. Demak, a teng 4 metr taqsim sekund kvadratga teng. Endi s teng v0 t plus at kvadrat taqsim 2 degan formuladan foydalanamiz. Demak, s 350 teng v0 ni o'zi, v0 ni topishimiz kerak. T 10 plus amiz 4 ko'paytiruv t 10 ning kvadrati 100 taqsim 2. 4 bilan 2 qisqarsa bu yerda 2. 350 mana bu 200 bo'ladi. 200 ni bu tarafga minus qilib o'tirsak, demak bu tarafda 10 v0 bo'ladi. Demak, nollarni qisqartirsak 35, 35 dan 20 ni ayirsak 15 bo'ladi. Demak, v0imiz 15 metr taqsim sekund bo'ladi. Ya'ni bu yo'ldan ishlanmaydi, bu yo'l xato. Ya'ni B javobda turibdi. 37-chi masala. Quyida jism tezligi modulini vaqtga bog'liqlik jadvali berilgan. Jadval berilgan ekan. Jismni dastlabki 3 sekund davomida necha metr yo'l yuradi? Demak, s teng demak, boshlang'ich tezligi bor ekan. Demak, v0 teng 6 metr taqsim sekund ekan. Demak, jadval berilgan. Mana 0 sekund vaqtdagi tezligi 6 metr taqsim sekund. Ya'ni bu uning boshlang'ich tezligi bo'ladi. Shuning uchun v0 t plus at kvadrat taqsim 2 degan formulaga tushadi. Endi bizlarga t vaqt berilgan. Ya'ni t teng 3 sekund vaqt davomidagi, ya'ni bosib o'tgan masofasi so'ralgan. Demak, a ni topib olishimiz kerak. A teng v minus v0 taqsim t degan formulaga tushadi. Mana bu jadvaldan foydalanamiz va istalgan tezlik, misol uchun 0 1 vaqt, ya'ni 1 sekund vaqtida tezligini 6 metr taqsim sekunddan 8 metr taqsim sekundga o'zgartirilgan. Bu yerdan tezlanish topib olsak bo'ladi. Demak, 8 minus 6 taqsim 1. Demak, 2 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi buni tezlanishi. Buni keyingi vaqt, ya'ni keyingi tezliklardan foydalanib topsazlar ham shu tezlanish 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Misol uchun mana bu 1 sekund vaqtdan 2 sekundgacha o'zgartirgan tezligini qarasak, 1 sekund vaqt momentida 8 metr taqsim sekund tezlik bo'lgan, 2 sekund vaqt momentida 10 metr taqsim sekund metr taqsim sekund tezlik bo'lgan. Demak, bu yerdan ham a ni topsak, 10 dan 8 ni ayirsak, bu yerda ham 1 sekund, demak 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish chiqadi. Baribir 2 chiqib kelaveradi. Demak, endi s yo'lni formulasiga tashlasak, s teng v0 tadi. v0imiz 6 ko'paytiruv vaqt 3 sekund plus a 2 chiqdi. Ko'paytiruv t 3 ning kvadrati 9 taqsim 2. Bular qisqarsa 18, 18 ga 9 ni qo'shsak 27 metr bo'ladi. Demak, 37-chi masalaning javobi 27, ya'ni E javobda turibdi. 38-chi masala. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanuvchi jism tezligini vaqtga bog'liqligi. Demak, v teng 5 plus 4t. Ko'rinishda jismning 4 sekunddagi ko'chishi, demak t teng 4 sekunddagi ko'chishi. Ya'ni s teng v0 t plus at kvadrat taqsim 2 degan formulaga tushadi. Demak, v0imiz 5 plus v0imiz 5 ko'paytiruv vaqtimiz 4 plus a. Ya'ni a mana bu bo'ladi. 4 ko'paytiruv t 4 ning kvadrati 16 taqsim 2. 4 bilan 2 qisqarsa bu yerda 2. Demak, 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20 plus 2 ni 16 ga ko'paytirsak, demak 32. Demak, 52 metr bo'ladi. E javobda turibdi. 39-chi masala.
Demak, shu ko'rinishdagi chizma berilgan. Demak, K nuqtadan tinch holatdan harakatlana boshlagan sportchi 5 sekundda T teng 5 sekund vaqtda M nuqtaga bordi. Sportchini tezlanishini aniqlang. K nuqtadan tinch holatdan. Demak, shu yerga e'tibor beramiz. Tinch holatdan desa v0 teng 0 bo'ladi. Ya'ni 5 sekundda mana bu K nuqtadan, ya'ni koordinatasi -20 bo'lgan nuqtadan, ya'ni koordinatasi 60 bo'lgan nuqtaga yetib kelgan. Ya'ni mana bu yerda bo'lgan. Demak, tezlanishini topsak, demak S teng v0 t plus a t kvadrat taqsim 2. v0 ya'ni tinch holatdan harakat boshlangani uchun v0 0, ya'ni bu xat ham 0 bo'ladi. S teng a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Endi shu yerdan a ni topsak 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. Endi s ni qanday topamiz? -20 koordinatadan plus ya'ni 60 bo'lgan koordinataga yetib keldi. Demak, mana bu yer 80 metr masofa bo'ladi. Ya'ni oxirgi koordinatadan boshdagi koordinatani ayirib tashlasak s ni beradi. Ya'ni s teng o'zi koordinata tenglamasi x teng x0 plus s edi. Bu yerdan s ni topsak x minus x0 bo'ladi. Ya'ni x'imiz 60 ketib 60 minus boshlang'ich koordinata x0 minus 20. Ya'ni 80 metr bo'ladi. 2 ko'paytiruv 80 bo'lingan vaqt 5 ning kvadrati 25. Demak, 160 ni 25 ga bo'lsak, taxminan 6,4 chiqadi. Metr taqsim sekund kvadrat. Ya'ni D javobda turibdi. 40-masalani ham shu yerga ishlaymiz. Demak, 40-masala. S teng T plus 2T kvadrat bo'lgan yo'l formulasi asosida jismni 2 sekund davomida o'rtacha tezlik. Demak, T teng 2 sekund vaqt davomidagi o'rtacha tezligi so'ralmoqda. Demak, v o'rtacha. V o'rtacha teng S taqsim T. S ni topadigan bo'lsak, demak, mana bu 2 ni bu yerga qo'ysak 2 plus bu yerga 2 ning kvadrati 4. 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8, 8 ga 2 ni qo'ysak 10 metr bo'ladi. Ya'ni S ning o'rniga 10 qo'yamiz. Taqsim vaqtimiz 2 sekund harakatlangan. 10 ni 2 ga bo'lsak, demak 5 metr taqsim sekund bo'ladi. 40-masalaning javobi 5 metr taqsim sekund, ya'ni A javobda turibdi. Masalaning qolganini keyingi videoda davom qildiramiz.